Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugungi videomuz sizlarga manfaatli, foydali bo'ladi. Videomiz toza biznes boshlayotgan opa-singillarimizga juda ham kerakli. Nima uchun deganda, tikuvchilikka moslashtirilgan, ichida hamma narsalar bilan birga konteyner sotiladi. Kelishilgan narxda. Narxini oxirida aytib o'taman, konteynerda ichindagi narsalarni ham ko'rsatib o'tamiz. Hozir buni sizlarga lokatsiyasini tushuntirib beraman. Lokatsiyasi Beruniy maktablarida bo'ladi. Bu yanimizda 4 etajli boshqa solingan domlarimiz. Bu yanda toza dom, bu yandan kelsangizda Nazikat to'yxonani yonidan kelasizlar. Oldimizda sturu materiallar ham bor. Getdik endi ichkarini ko'rsataman. Lokatsiyasi zo'r yerda joylashgan. Eng qiziqlari, qur konteynerni olib ketmaysizlar. Konteynerni sotib olsangiz, ishi turgan yerida ishlataversangizlar ham bo'laveradi, pulni kelsangiz. Yerinden option muammo bo'lmaydi. Svet hamma narsasi bor. Eng qiziqlari sveti natural emas, turarnikida to'laysizlar. Svetlar ham shuningdek chiqarishgan. Getdik ichkaridagi ajab bilan ko'rsam. Biz girganimizdan konteynerda ichida nolari beriladi desangizlar, avvalon konditsioneri tikuvchilarga kerakli bo'lgan mebellari bilan birga beriladi. Tezlashib, shu pastdagi nomerlarga telefon qilasizlar, pulni kelishib olasizlar. 70 million so'm deb turadi egalari, lekin hozir pul zarur bo'lganligi sababli 50 million beradi.